Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasidagi aziz ko'rurmanlari, bugun 2026-yil 4 oyning 12 kuni yakshanba. Bugungi Uyg'ur choyxona suhbatlari programmasidagi 104-sonida Amerikadagi analizchimiz Mavla Yas afandim bilan oldingi qatimqan suhbatniki davomi, ya'ni Donald Trumpniki ichki va tashqi siyosatdagi ikkinchi qismi huzuringlarda. Assalomu alaykum Mavlanka, qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxona suhbatlari programmasiga nahmadan qatnashib berganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Va alaykum assalom. Ufka, mana bu ekranni berganingga ko'p rahmat. Hamda oldingi qitim, hamda hozir mushu har qanday bu dunyoda hamma odam atgan qo'p Trump nim deydi degan bilan qoldi rostni islam. Trump nishadimi bir kuni mandaq bir gap qilsa, hamda dunyoni iqtisodning egiz pastligini belgilaydigini Amerikadagi paychak bozori, New Yorkning. Trump bir gap qilsa, shu paychak langli o'rlaydi. Atli bir gap qilsa paychak langli tushidi, paychak mushta dolqin shimon bu ketib bordi. Yani buningki har bir ig'izi dunyoni masalanga Amerika buning gapi har kuni Amerikalik ham uqmaydi. Hatto Trumpning endi ishlaydiganlarmi u bugun nim deydiganligini uqmaydi. Shunda o'tib bordi, lekin buningki mushu qalam so'zlardan, egiz-pas so'zlardan mushta ratlab chiqsam, buning siyosatda bir strategik nuqtalari bor. Men uni 16 ga bo'ldim. Oldingi qatim 7 ni so'zladik. Masalan, birinchisi tamojna beji diplomatik tayinish nuqta qildi. Tamojna bejini Xitoy g'amiyaga oshirish. Ikkinchisi oldingi qatim so'zlagan Amerika cho'ng kapitallarni qattiq qo'l bilan tuzishga boshladi. Xalq uchun ancha pul chiqarishga boshladi dedi. Undan keyin energiya bilan AI o'ttirishga strategik hamkorlikni ta'kidladi. Chunki AI puhralar ishlatgan tokni zo'r miqdorda ip ketadi. Trump esa uni ishlatsa olmaydi, o'zining tok masalasini o'zi hal qilsa dedi. To'rtinchi, tubdan boj islohot ilib beryotdi. Amerikaning hozir bizdan olgan boj qanchaki hozir Amerika o'xshamaydi. Masalan, bizlardan 38% oladi bojni maoshimizdan. Masalan, bojlarni ilishni masalan kambag'allar qancha olmas, boylardan qancha olmas, bu bojni bir islohot ilishga islohot ilib berish tirishyotdi. 5-chi oldi qatim so'zligimiz mablag'ning Amerika qaytib kirishni majburlayotdi. Amerikadagi nurg'un boylar mablag'larini chet elga selayotgan, shuni yo'qsa Amerikaga solsa, Amerika solsan sendan bojni olaman, sirt solsan ko'p olaman deb ularni Amerika qaytish kelyotdi. Oldin qatim so'zligimiz uni Amerikada 401 degan bu pensiya puli, uniki choy puli, qamoq yeb bo'lgandan keyin menda ismina qo'shib ishlash haqqilari bularga bajanmayman. Bularga bajni qisqartmasda buning tirishyotdi. 7-si kimlik siyosatini yo'lga qo'yish. Sen Amerikalik bo'lsang, saylam qilmaysan, Amerika qonunsiz kirsan seni chiqarib etmas degan bu 7ni oldin qatim so'zlab o'tdik. Bugun 8-si kelayli. 8-si bu davlat va chegara bexatarligini qo'g'dash. Buni o'ttirib qo'ymoqchi o'g'ini chegara va bexatarligini o'ttirib qo'ygansak-da. Trump 2026-yillik mana shunday. Trump 2006-yillik davlat ahvoli nutqida Amerikaning prezidenti har yili shunday nutq so'zlaydi. 2026-yili davlat ahvoli nutqida faxrlangan holda shundaq deb e'lon qildi. 1 yillik qattiq tadbirlardan keyin Amerika hozir tarixdagi eng bexatar, eng turaqli holatga ega. Yani buni pek to'g'ri deb ketishga bo'lmaydi. O'tgan 9 oy ichida 0 qonunsiz ko'chmanlar nishoniga amalga oshdi deydi. 0 qonun degani oldingi 9 oyda qonunsiz odam Amerikaga kirmadi deydi. Trumpning ko'z qarashida chegarasini kontrol qila olmagan bir davlat xalq oraliq kuch sinashda mustabid davlatlarning nupus eksport va zaharli chekimlarni singdirib kirish zarbasida vayron bo'ldi. Albatta, masalan, chegarani qo'g'dash davlatning egilik huquqini asliga keltirishning birinchi qadami. Bu Trumpning so'zi. Haqiqatan Trump musha chiqqan 1 yilning ichida hozir Amerika 1 million 300 ming odamni Amerikaning sirtiga chiqarib etdi. Haydab chiqadi. Amaliyotda mandaysan Trump'a
her kuniga 810 odamni Amerikaning chegarasidan chiqarib yetib bordi. Amaliyotda bu Obamadan az. Obama davrida her kuniga 1088 odam chegaradan chiqargan. Bu nihoyat muhim. Xitoyda 2024-yili Xitoyda qonunsiz Meksiko orqali kirgan Xitoyning odami Amerikaga 375 ming odam kiribdi. Bunun içinde 10 Uyg'ur bor jumla. 10 Uyg'ur bor. Endi o Uyg'ur bolalarning men kelganda bir ikki uchi bilan ko'rashdim. Birisi nayt vatanparvar bola ekan, yan birisi Amerikadan men chegara kirib eliblar, anglasa men bir Xitoy xotini elib olibdi. Kiriblar Amerikaga. Chegaradan kiriblar, nim qilganlar bor ekan. Bu mana ma'nin qilsanglarda bu Xitoylar qanday kirib kelsanglar, mavu Xitoylar o'zlari ishlagan to nima jumo? Ma Xitoylar o'zlarininki işleyen xaritasi ma Xitoy to'rda oldim. Xitoylar Panama bilan Kolumbiyaninki Darien Gap Xitoylar Dalian deydigan aşı yerdiki noktadan ana Meksiko degan mana qizil bir qizil nokta bor Dalia degan. Aşağıda bular noktadan o'tib Meksiko kirgandan keyin ikki yoqmag'an ekan. Mana seriq so'zlarni ko'rsanglar, biri mandaq minib New York aşağı Seattle taraf gidiyor ki. Biri mandaq minib bizning Kaliforniyaga, uningdan keyin Seattle'ga, mayak New York'a, Boston taraf gidiyor ki. Mana Xitoylarning yo'li. Moshina orqali Xitoylarni to'rayman deydi. 2024-yili Xitoylarning o'zining e'lon qilgan sonda 375 ming Xitoy mo'sha Meksiko orqali Amerikaga kirib. Albatta buning için nurg'un jasuslar bor, Xitoy tarbiyalabga avat odamlar bor, mush Amerikaga kirgizdigan. Mana bu 8-si Trumpning qo'llaman degan. 9-si Trumpning siyosatining 9-si Fentanyl deymiz ku, chekimlikni bilmasa, aslında ismini Uyg'urcha fentanyl. Fentanylni Uyg'urcha fentanyl deydigan Amerikaga kirishning oldini olish. Her yili Amerika'da az deganda 40 ming yoshlar fentanyl zahrida o'ladi ekan. Ma Amerikaning asas Xitoydan kirdi bu. Ma Amerikaning bir general so'zladi, urush qilmay turib tarix tunji qitim Xitoy har yili bizning 3 diviziya askarimizni yo'qotyapti deydi. Bir generalning gapi, mana kitob bor, uni men o'qib. 3 diviziya askarimizni mush orqali yoshlarda bu o'layotganlar. Bir necha Uyg'ur bolalar o'ldi. Buni bilsak, xabar berdi, radioldami burun cho'ng xabar berdi. Trump hukumati fentanilni rasmiy holda oldi. Keng ko'lamli qirg'inchilik quroli deb bekitdi. Uni to'sishga harbiy vositalarni ishlatdi. Bir yil ichida fentanilning Amerikaga kirish miqdori 54%, 56% tuvalladi. Bir yilcha Trumpning yetakchiligida Trump shundoq deb ta'kidladi. Bu zaharlik chekimlikni cheklashla emas, balki Amerika yosh avlodlarining yashash huquqini qo'g'dash masalasi. Ma Trumpning gapi. Fentanilga mundaq aniqlama berilgandan keyin Amerika armiyasiga dünya miqyosida munosabatlik paraxodlarni to'sishga va aloqador moliya hisobotga zarba berishga qonunliq huquq berdi. Hozir Amerikaning harbiylari har qanday yerda paraxod bizning Amerika akitib olgan zaharlik bo'lsa berib tutib oladi. Uni qo'lga oldi. Terrorlikqa qarshi urushga o'xshash darajaga ko'tardi. Buni tunji qitim terrorlikqa qarshi darajaga ko'tardi. Ma rasm 5 akab qo'ysam, buni qilish uchun Amerika Avam palatasini bilmasa, Avam palatasida mandaq bir guruhi bor, mandaq bir guruhi bor. Uni Xitoy bilan strategiyalik raqobat komiteti degan bir komiteti bor Amerika Avam palatada. Xitoyning 100 komiteti Avam palatasi komiteti Xitoyning 100 minglagan Amerikalikni o'ldirgan ajallik fentanil yuqumidagi rolni to'g'risida tekshirish natijasini oshkorladi. Bular Xitoylarning asas Xitoydan kirib yetdi. Meksiko, Kolumbiyadan kelganlarcha Xitoydan kirib yetdi, asosiy. Bu dokladni oshkorlashda fentanil krizisi Amerikaga bugunga qadar duch kelgan eng og'ir ofatlarning biri deb bekitdi.
Fentanyl her günü 200'den, bak dokladın ilan 200'den artık Amerikalıkını öldürüşünü keltirip çıkıyor. Her gün 200'den Amerikalıkını öldürdü. Fentanyl 18 ve 45 yaşgacha bo'lgan Amerikalıklarını öldürüşteki asaslı sebebi. Şundakla Amerikalıklarının ömrünün tarihi tüvellişteki asaslı sebepki. Amerikalıların 80-90 yılı xeyli yuqurdi. Hazır bir yaşta tüvellep gitipti. Bu fentanyl umumi nimesi. Mana resim yette muşla ilan 2000 mana hazır 2023 yılı. Resim 5. O sen tüvengi çıkarafka, sen tüvengi çıkar. Resim 5. Tüvengi. Yuqurga mana resim 5. 2023 yılı Moşu Xitayning fentanilda Amerikada 1100 adam ölüptü. Ma 2024 yılı 76.516 adam ölüptü. 24-25% tüvellaptı. Trump'ın nimesinde. Trump adı bununla intayın qattiq tutuyordu. Xitay muşu zaharlik arqılıq mavi strategiya bilan resim 6'ga ekep koysan resim 6'ga. Mana yuqurda resim 6'da. Yuqurda mana muş resimning mavi Amerika Avam Palatasının Xitay bilan strategiyalik komitetining Xitayning fentanyl arqılıq Amerika qandaq hücum qilganini so'zligini men buni Uyg'urcha qisqa niyat so'zlab o'tay. Birinchi dokladni men tabani inglizcha tarjima qilyapman. Birinchi bajda Xitoy bajda e'tibor berish orqali qonunsiz fentanyl materiallari va boshqa birikma zaharlik chekimlarni yasash va eksport qilishga bevosita to'liqlama berdi. Amerika hukumatining chiqargan qonun. Birinchi Xitoy ashunda qilyapti deydi. Ikkinchi Xitoy qonunsiz fentanyl materiallari va boshqa birikma zaharlik chekimlarni ochiq oshkora sotgan shirkatlarga to'liqlama va mukofot berdi. Endi qonun hujjat bo'lgandan keyin biroz murakkab berib, men shunda tarjima o'qib qilinglar, mana men inglizchada. Uchinchi hujjatda Xitoy zaharlik chekimlik atkazchiligi va shug'ullanadigan Xitoydagi bir qancha shirkatlarga egidorlik huquqi bor. Shu zaharlik qiladigan cho'ng shirkatlarga Xitoy hukumatining egidorlik huquqi bor deydi. To'rtinchi fentanyl va oldin ishlab chiqaruvchilarni ustidan arz qilishni xohlamadi. Aşılağa Amerika hükümeti arz qilsa, ular xohlamayapti. Amerika Xitoy hukumati qabul qilmadi deydi. 5. Keng ko'lamda qattiq nazorat va kontrol qilinadigan Xitoyning internet keng ko'lam kontrol qildi. Shunda qattiq kontrol. Shu internet fentanyl oldin ola va boshqa qonunsiz moddalarni ochiq setishga yo'l qo'ydi. Xitoy torlarida fentanyl ochiq yo'l qo'ydi. 7. Amerika hükümetinin okuvatımı hemen sizlerge. Devlet işçideki zaharlik, çekimlik, fetişka münasebetlik mezmunlarını tekşüreydi ama eksportla merkezleşken zaharlik, çekimlikke münasebetlik mezmunlarını tekmeydi. Xitoy işçi sitağallarını çekleydi ki Xitoy toru. Lekin sırtta eksport kıysan bu şirketlerini kollaydı ki. 7. Fentanyl krizisdən faydalanıb strategiyalik və iqtisadi fayda ilish. Mana Amerika hökuməti Xitoy qoyğan 10 narsa. Şunlar 10 zaharlik çekimni Amerika hökuməti müşta Donald Trump'ın yetakçiligidə müşni qoydu. Mana endi o qoydu resim altı. Endi Donald Trump'ın siyasetdagi 10-incisi bir yerde Amerika hükümeti Amerika 1, 2, 3 de bunda rətləyən yox. Mən rətlab çıxdım. Özüm birinci nimin türgə arıb çıxdım. 10-incisi xalqara qiymətni qayta təşkilləş. Endi qiymat deyimiz bu xalqara qiymat degan nima desən, o demokratiya, fuqarolar huquqi, qonun bilan idora qilish va erkinlikni o'z ichiga ilish. Buni xalqara qiymat deydi. Xalqara qiymat deydi. Xalqara qiymatni qayta təşkilləməkçi. Aldınqı neçə 10 yıldan bu yan Donald Trump'ın köz qarşıda.
Aldınғы neçe 10 yıldan bu yan xalqaro cemiyeti kişilik hukukunu izchil tashabbus qilib keldi. Lekin kişilik hukukka bo'lgan dafsanchilikni hal qilishda yo'l topolmadi. Donald Trump hükümetining siyosati va ojizlik qildi. Amaliyotda asosli davlatlar savdo bilan kişilik hukukni ayirib etdi. To'g'rimi? Xitoy bilan savdo qilganlar nurg'un ayirib etimiz deydi-ku. Masalan, Uyg'urlar nurg'unlar Xitoy bilan savdo qildi, Uyg'urlar qirg'inchilik qilsak, biz buning bilan savdoni ayirib etimiz, Xitoyni tanqidlaymiz, lekin savdo qilaveramiz deydi. Amerika hukumati amaliyot shunday qilyotdi. Bulto Amerika import qilgan narsa Xitoyda shunday jiq. Hozir nimaga bizning Los Angelesda Long Beach deydigan yer bor, Amerikaning eng chong Xitoyni import qilgan yeri, bas Xitoyning to'shib ketgan. Trump nima deydi desang, ya bu ishni majburiy bog'lashga tirishyapti. Sen ya bu ishni ayirib etishga bo'lmaydi, savdo bilan kishilik huquqni birlashtiramiz Trumpni da'vatini. İttifaqdoshlarni, bo'libmi g'arb ellerini iqtisodiy manfaat bilan yadroluk madaniyat qimmati o'ttirisida texmo aniq tanlashni ip beryapti. Sen bu ishni ayirib etsan bo'lmaydi. İqtisod bilan bu madaniyat bizning qimmat qarashimiz birlish kerak deb buni qilyapti. Bu Xitoylar ama endi biz Xitoylar barliq Uyg'ur qimmat qarashni yo'qotib, Uyg'urlarning qimmat qarashini butunlay xitoylashtiryapti. Buni hammamiz bilamiz. Sen so'zlashdingmi, so'zlashmadingmi? Men vatandan kelganlar bilan so'zlashib turyapman. Nurg'un ahvollarni aytib berdi. Hatto Uyg'urlardagi Amerikaliklar sizlarning Gollandiyani shu qo'yilqi, ayollar to'y qilmay yetib qo'yadigan ishni umum. Amerikada umum. Hatto masalan bir misolni ko'rsatsam, sizlar Gollandiyada shunday Gollandiyaliklar. Xitoylardan umumlashib ketdi. U hozir Uyg'urlarning ichida yamrab etibdi. Uyg'urlarga burun bu qimmat Uyg'ur qimmat qarashning muhim bir yeri bu. Ayol nikoh qilmay bir uy yetib qo'pish degan. Hozir bulan beribdi. Trumpning 10-siyosati, 11-si. Buni ketay nurg'unlar tushunmaysizlar. Bu Amerika ma'rifining egilik huquqi va madaniyat asosini qayta qurmoqchi. Trumpning deydigini, qandaq maktabni tanlash huquqini to'liq yo'lga qo'yish. Bolalarning muarif qaror chiqarish huquqini ota-onalarga qaytarib berish. Amerikada nurg'un yerlar bolalar nerede o'qiydi, nerede qildi degan masalani biz aralashmasligimiz kerak. Hukumat pul chiqarmaslik kerak deydi. Bu mujmal pul chiqarmasa nurg'un kambag'allarning bolalari qanday o'qiydi? Trumpning bu siyosati Amerikada qo'llanishga erishmadi. Yahudilarga qarshi va boshqa radikal ideologiyalarga yo'l qo'ygan maktablardan federativ mablag'ni uzib tashlash. Masalan, Gaza urushlarida, nurg'un urushda maktablarda Avstraliyaga qarshi namoyishlar bo'ldi. Trumpning shu jarayonda Trump har qanday maktablarga buyruq tushadi. Sen Avstraliyaga Yahudilar qarshi namoyish qilsan, sening maktabingga biz pul bermaymiz hukumat tarafdan. Universitetlarni chekladi. Shu bilan nurg'un universitetlar amalsiz maktablarda har qanday Avstraliyaga qarshi namoyishlarni yo'l qo'ymay cheklashga majbur edi. Darsxona ichida g'arb madaniyatiga qarshi sinib kirayotgan iqlimga qarshi mudofaa liniyasini barpo qildi. Endi bu Amerikada talash tortishdi bu tushuncha. Masalan, bu Amerikada maktab degan erkin so'zlash, har qanday nima so'zlash kerak, har qanday namoyish qilish kerak deb turdi Amerikada. Lekin Trump buni cheklab, nurg'un universitetlarga, masalan, Harvardlarga yilda bergan 500 million dollar pulni sening o'quvchilaring Avstraliyaga qarshi namoyish qildi deb chekladi. Cheklagandan keyin g'ay maktablar boshiga amal yo'q, pul bo'lmaydi deb. G'ay maktablar Harvarddagilar cheklamadi. Bermamiz qilaveramiz dedi. Trump'ning 12 siyosat energiyani kontrol qilish orqali Xitoyga zarba berish. Trump'ning siyosati 12-si. Mutlaq hal qilish harakati. Biz ayliqi Operation Absolute Resolve orqali Venezuelaning prezidenti Maduroni tirik tutib Amerikaga keldi. Tirik tutib Amerikaga keldi.
Әнден дөләт әхвалды докладыда 800 миллион тонн нефтni өткізіп алғаны илан қылды. Рас 800 өткізіп алды ма, өткізіп алмады ма ұқмаймыз. Таз инақтық бір статист. Лекен Donald Trump өздігінде біз ашын алдық, оның 800 миллион тонн нефтini өткізіп алдық дейді. Әнді біз білмесе, дүнияда төрт чоң Venezuela dünyadaki en çok neft çıkıdığan yer. İkincisi Saudi Arab, üçüncüsü İran. Amerika adı yani kontrol kılıp aldı. Venezuela 20 yıldan bu yan Xitayning Latin Amerika'daki en mühim enerjiya ve pul yuş merkezi bulup kelgan. Trump bunu tutsa ben Xitayning qanini sıqalayman deydi. Trump'ın onu Amerika'nın kılıp alğanlığı Xitayning energiya hayatını üzüp taşlapla kalmay, yana Xitayning Venezuela'ga bergen neçe 100 milyar qarzını bırakla yok dedi. Hadi Venezuela bir chatda hoş oldu. Ma yeni çıkan hakimiyet o sen burunqi nemini bizninki cinayetçi berdin. Yani biz ulan ixra qilmaymiz deb bardı. Neçe 100 milyar milyon deməyotim, o milyar dollarını o qılıb. Bu Xitayning iqtisadi can tomurğa iğir zərbə bədi. O Venezuela'daki Amerika'nın aqı koçiki, aqı məlsidi. Onu nima qildi? İran'a hücum qilish orqali Xitoyning yana bir muhim energiya manbasiga zarba bermoqchi. Berdim deb o'ylaydi. Endi Xitoy arzon energiyaga erisholmas qilib qo'ydi. İran to'g'ri keyin biroz so'zlaymiz, qaybi u yer o'ngay do'ngalab. Bu Xitoy ma'zur so'zligini Trumpning tashqi siyosatning 12-si, 13-si kelsak masalangida Şərqi Janubi Asiyadagi Soya bankasini, Soya banki degani anglag'ansa, burun so'zlarga İngilizce shadow banking deydi, Xitoylar yingzi yinghang deydi. Soya ko'rinmaydigan banka. Şərqi Janubi Asiyadagi aldamchilik mashg'ulot markazi asosiga Burma, Kambodiya, Laos va Filippinga joylashgan. Bular Tilgraf aldamçılığı, tuan tilgraf aldamçılığı doğru kısa toxtayım. Tilgraf aldamçılığı ve etkesçiliği qatarlıq türlük cinayetlerini kıldı. Amerika bularga zərбə berişinin mühim bir səbəbi Xitayning alayda qatlamlarını, Xitaylar T dincesin deb qo'ydi, alayma qatlamlarının kapital mülklerini yütkəydigan ve kanunsuz erişken məbləğlərini yuydigan dengiz sirtidagi pul yuvish punkti bu. Xitoy boshliqlari hammasi pulni qanunsuz pasportlarni ashak akilib u yerdan pokizlab endi yutkaydi. Trump hukumatining maqsadi bu qanunsuz bulanglarni yo'qotish orqali, bulunglarni yo'qotish orqali Xitoyning chet eldagi kuch qurilma zanjirini uzib tashlash. Xitoyning chet el davlatlarga singib kirish iqtidorini ojizlashtirish. Hem de yoki alayda qatlamdagi ba'zi Xitoylarni Amerika uchun xizmat qilishga majburlash. Amerika mı Xitoy kirgan bularni deydi, Amerika ularni tozlaydi, joylaydi, yan bir tarafdan "Okey, sening puling menga keldi, men gap qilmayman. Lekin sen buningdan tortib biz Amerikaga ishlaysan" deydi. Yaqin esinglar bormi? Bir hafta bo'ldi. Xitoyning eng chong to'rdagi butun nimani chiqib ketdi. Bunun içinde aeroplanını qanda layihalash, askarlar qanda nima bilan bütün nimini haq qilib, Amerika kim haq qildi uqmaydi bir hakkerlar. O hammani chiqib Amerikaningki mulozimatiga tashlab qo'ydi. Endi bu yerda mana Telegram aldamchilik degan nimani men qisqa tushuntirib o'tdim. Bu chunki hammamizning kundalik turmushi bilan munosabatlik. Endi Xitoylar Genshin Zapian deydi. İngilizce internet fraud deydi. Yani bunu Uygurca Telegram aldamçılık ya Telegram ya Tor aldamçılık deb nima desak oldu? Tor aldamçılık desa yaxshi. Eng yaxshi. Endi Telegram, internet ve qisqa uchur qatorliq vositalar orqali to'qilma paket yasab aldamçılık tozaq silib ziyonkashlikka uchiruvchilarga yiroq
kontaktsiz aldanchilik qilib ularni mablag' yutkashga yoki pul yutkashga qiziqtirib ommaviy yoki shaxsiy mol mulkni qonunsiz egallayverishga chekishlik jinoyat qilmishdir. Men turga so'zlab beraman. Eng oxiri men shuni uchirgan, ben şunu uçtuğa ahir üzerine misal söyleyeyim. Birinci, bular qanday qildi desanglar, saxta tor bitki yoki EPP, yani qo'llanilgan programni orqali pay cheki yoki mahrum pulga mablag' silishni yetaklaydi. Sizlarga birim bilan saludu. Bunda tordan birim kilodu, mushni pay chekingga salsang, sen $1000 salsang, chiqib ketdiki sening dollaring 2000 qilib beramiz deydi. Buningga oldin ketganlar noyichiq. Xuddi qarsa bular bir cho'ng shirkatning nimada keldi. Ash orqali saldi, sen $1000 shundan salsang bular yo'qolib ketadi, $1000 puling ketadi. Albatta gaylar 100 minglab, 200 minglab salganlar. Ikkinchi bular bu tilgan aldamchilikning ikkinchi usuli ziyonkashlikka uchirg'uvchining pul yuvish yoki boshqa jinoyatlar bilan gumonlanganligini yolg'ondan o'ttirga qo'yib, mablag'ni bexatar hisobotga yetkazishga talab qildi. Bular saludo nurg'un savdoga baylaba, bo'lmoqda, "Ma sening puling, ma yuyilmagan pulga. Buni hozir hukumat tutib olsa, seni joylaydi, shunga ma pulingni bizning meyaga sepdi, biz meyadan pokizlab beramiz deydi. Ma'qul deb uyaga solsang, sening pulingni akitadi. Ya bo'lmasa, sana mecbur işte bu pulunun 50%'ni bizga bersa, bo'lmasa oshkorlaymiz deydi. Bu ikkinchi buxlarning qildigan usuli, Telegram aldirapchining, tor aldamchilikning. Uchinchi, aldamchilik qarzi berishga va'da berish. Tuan o'sim nisbati va tez raschotni yemchiq qilib, ularni omonat puli yoki oldindan o'sim to'lashni talab qildi. Hozir bizim meni oldin kuni keldi. Masalan, bir yerdan bir yerga bir ayoldan, bir oroldan mushta chiroyli ikki uy baka setib olsang, puling bo'lmasa, biz sana qarzni berib turmiz, o'simi night tuan. Bu qarzni olish uchun sen avval bizga $10,000 to'laysa deydi. $10,000 pulang to'lasang, yo'qolib ketadi. Because ashunday qilib sana tuan o'sim bilan qarzni beramiz degan bilan seni chiqarib yetadi. To'rtinchi, mahsulotimizning sifati gaylar sang tilpurib, biz sana avatgaylik mahsulotimizning sifatida chatoq borki, biz sana pulni oz berib qo'yibdik, nurg'un yerlarni xato ishlabdik, pulni hozir yutkayli desak, sening bankang mangmayotidi, bankangning nomeri, bankang yutganmayotmiz, shuning uchun bankangning nomerini bizga ber, biz sana $50,000 yutkib yetayli sening hisobitingga deydi. Bankını bərsiniz, sen bankının numarını edip, senin bankandaki pulunu sülp açıq gidiyordu. Bu bir xil usul. Bu usul nayıcı cıq. Bu qıltaq çıp ketkenler cıq. Beşinci, xizmetdaş yoki aile azaları süptide yardım so'rash yoki ciddi pul əvətişini talab qılıdı. Bu bizning üçün, mən misal qılıb sözləb berey bunu. Aldın 2024'ün bir həcigi bardık. Berişten burun meyada bir şu Amerika'da bizni toplaydigan grubu var. Bir günü qarasam mening ayolim bir torpadan telefon kelibdi. Voy mavu siz mening ma'nosizga o'zbek so'zi aytdi deydi. Uyg'urcha o yaqinlar. Mening qilibdi siz nomerni kirgizing, anandan biz sizga yordam harchatib ish qilamiz deydi. Ayolim uqmaylik nomerni kirgizib qo'ysalar, bizning telefon nomerini elib, butun dunyoga mening qiyinchilik uchirdi, uyimda mas'ulan bo'ldi. Hammanglar menga do'stlar pul avatsanglar degan xabar hammaga tarqab ketdi. Shuninglar og'inlar hammasi bizga telefon voy nim bo'ldinglar, nimdan gulbar pul so'rab qopdi-ku, nim bo'ldi deb birdamda biz keldi, anqchi biz telefonlarga şirket urib uni tozlig'icha 24 soat vaqt ketdi. Shuning orqada bular qanchalik pullarni haqdan elib oldi uqmaymiz. Bizning beshimiz kelgan, ha? 6. arzon baholiq tova va maqol yizish mulozimati qatorliq turlarni to'rga setish. Lekin pulni olgandan keyin molni topshirmaslik yoki qul. Manda masalan bir maqol yazsang, sening maqolangni e'lon qilib berma, shunda yaxshi to'rlarda cho'qim kapolatlik qilman pul ber deydi. Ya bo'lmasa malni ol deydi, sen to'rda oldinglik mallarning butun rasmini ko'rsatadi. Lekin uni pulni to'lab bo'lsang mal kelmaydi. Bu 7. Eng oxirgisi
banka xeridorlari mulozimat vakili bo'lish sifati bilan, bankning vakili sifati bilan siz olgan qarzning tuzumga xiloflik qilganligini, pulning to'lib qilishidan sana qilib, sen meni qarz olsan, men qarz olganing xiloflikka, qonunga, shuning uchun sen nomeringni bizga sen boshqadan beramiz deb ma'qilib sening bank nomeringni ilish. Mushlar hozirgi tor aldamchilikning asosi. Men tor aldamchilik bu soat 5-6 yil ishlagan. Masalan, hozir dunyoda tor aldamchilikning eng chong 16 xil usuli bor. Agar ansanglar men bir kun so'zlab beray, misollar bilan men buni nihoyat yaxshi bilaman. 6 yil naq mushu tor aldamchilarning keyindan qo'g'lash, iniqlash xizmatchisi bo'lib, soqchisi bo'lib 6 yil ishlagan. Shuning uchun melaqa 1 yili men sizlarga deb kelsam, 1 yil ayolim aytgan banka olay deb bo'lsa, ilk bankamizga tuyuqsizdan 270 ming dollar kirib qopti. Kim bir qatim 80 ming dollar darrol ayolimni bilganki, darrol bankada yilim berib qopdiki, bankadagilar dedi, darrol uni to'nglatdi. To'nglab bizning nomerni boshqadan ochdi. Bir qatim keyin yana bir qatimda biz endi mushishni qilib turganda sazgurligimiz nosh yuqur. Sazgurligimiz nosh yuqur. Yan bir qatimda 80 haqlar sening bankang o'sha bir yerdan banka nomeringni sening yiliq bir maynat pulni sening bankangga yutkab yana 1 soat 24 soat yutkini bo'ldi emasmi chiqib pulni. Darrol 24 soatdan ya 48 soatga u pulni boshqa yerga yutkab akitdi. Mishtatlar bizning beshimizda 2 kishi yutdi yana aldamchilikda. 14-chi Xitoy, Iran, Rossiyaga o'xshash bunda davlatlarning uchur mudofaa ta'minini buzib tashlash. Xitoylar Fanxo Changdayda Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio'ning yetakchiligida bo'ldi. Yetakchiligida Freedom 14 ga kelar ani tuanga tushira. Tuanga. 14 deganga. Mana 14 14. Bu Amerika'nın tashqi ishlar ministri Marco Rubio'ning buni hamma Uyg'urlar bildi. Marco Rubio degan Uyg'ur erkak qirg'inchilikning bizning eng oldingi cho'lponimiz bo'lgan odam. Buning yetakchiligida ana freedom.com degan sitni chiqarib buni yasab Xitoyning tor tekshirishni bosib Xitoy fuqarolarini erkin uchurlarga erishish iqtidoriga ega qilish. Buni qurib hozir shuni yo'lni mingwatim buni qurib bo'ldi, shu sistemni akitib bordi. Hamda Xitoyning uchur mudofaa ta'minini buzib, Xitoyning ichiga uchur tashlash. Ham Amerika u yoq uchurda bu Amerika hukumati bevosita qo'l solgan Xitoyning mudofaa ta'minini buzish harakati. Bu bir tunji qadim ipmangda ama Rubio'ni hammamiz bilamiz. Bu 14-chi Trumpning qo'llangan siyosiy ishki siyosat. 6-chi 15-chi Trumpning oltin gumbaz qurish. Golden Dome deydi. Bu oltin bo'shliq armiya, olam bo'shliq armiyasi. Bu da Ironiya hujum qilgani uchun Amerikaning asosiy olam bo'shliq armiyasi. Bu havo, dengiz, quruqliq, sunniy hamra hammani birlashtirgan bir kuch. Hammasi tang harakat qilgan. Bu da tuan sudlaymiz, Iran hujumga olam bo'shliq armiyasi yetakchiligida to'liq yo'linishlik oltin gumbaz deb otildigan, boshqariladigan bombadan mudofaa qiladigan Amerikaning quruqliq, dengiz, havo va bo'shliqni butunlay qo'g'daydigan mudofaa tahdidini tamamen bekor qilib, Amerikaning mutlaq bexatar fiziklik dalda ostiga silish. Mush orqali bu dom degan bunda qapas. Yiliq masjidlar bunda qildi-ku, shuni dom deydi. Shuning orqali Amerika hozir shuni qurishga boshladi, amaliyot qurib bo'ldi. Unda degan bilan qo'yaqdi. Bo'lmaydigan masalan bu da Avstraliyaga, Arablarga, Iranni otgan bombalar tushiverdi. Shuni qurib Amerikada hech qanday odam otgan narsani kirgizmaydigan qilamiz deb shuni qurishga tirishyapti. 15-chi bu asosiy hozir qadar so'zilgan bu 15-chi Donald Trumpning ichki va tashqi siyosati. Eng oxiri 16-chi burun siyosat emasdi, men qaytib qo'yay kichkina. İran urushi. Bu İran urushi Uyg'urlar to'g'risida gayla buni tanqidlaydiganlar bor, gayla xohlaydiganlar bor. Endi Uyg'urlar biz hamma nimani
baha bergende bizning o'lchamiz oddiy. Bu urush Xitoyga zarba beralamdi. Uyg'urlarga foydalimi? Bu bizningki o'lchamimiz. Endi xalqarada bunda ölçmeydi. Bu urush Nuriyada İran Amerika hükümetinin Trump hükümetinin dastlabki plandek bo'lmadi. Trump hükümetining nimasida dastlabda u 7-8 kun qattiq bombardiman qilib İranning butun nasli vayron qilgandan keyin ular shartsiz taslim bo'ldi degan emas bu Trump. U bombani shartsiz taslim bo'lmadi. Kurash qilyotdi. Erishyotdi. Hozir xo'riz bo'g'izni itib oldi. Dünya iqtisodiga İran tuyuqsiz dünya iqtisodini kontrol qildigan nimasiga erishib ketdi. Endi bu urush masalanga Amerikaga foyda akelding bo'lsa, hozirgacha Amerika hech qanday foyda akelmadi. Amerikaga foyda akelmadi. Amerikada ko'p sondagi xalqlar bu urush qarshi chiqdi. Bu Amerika chunki u yerda hozir Amerika shu o'ylagandek Donald Trump dedim, Donald Trump o'zim dedi-ku, men hech qachon İranning u bo'g'izni to'sib oldi deb o'ylamagandim deydi. Yani urush qilganda shunday chiqishlar o'ylamabdi-ki, shunga bu jihatdan Amerikada bu urush unpopular deymizda, xalqning qo'llashiga erisholmadi. Endi bu urushda birinchi pay degan Isroiliya. Isroiliya Amerikaning pulida, Amerikaning askarida, Amerikaning qurollarida o'zining eng chong dushmani bo'lgan İranning butun nimasini vayron qildi. Bu Isroiliya uchun eng chong foyda. Endi Rossiyaga foyda. Rossiya oyoqdan neft kirmagandan nurg'un yerlar Rossiya neft ilyotdi. Bir Rossiya oldingi urushdan burun 1 tonni $30 sotadi, hozir $40 chiqarib oldi. Mush urush orqada Rossiya hozir $10 milliard ortiq pul topdi. Rossiyaga. Xitoyga Trumpning masalasimi İranni kontrol qilsam, ma Venezuelani kontrol qildim. Shu İranning neftni Xitoyning butun nefti mishada oladi. Men mishani kontrol qilsam, men İran, Vyetnam, Chauchan mushta orqali Xitoyni qo'rshayman. Xitoyningki neft manbasini uzib tashlayman degan. Hozir bu plan undaq aslida chiqmay qoldi. Hozir Xitoyning neftini İran qo'yib beryapti. Xitoy mangdigan neft ketib bordi. Lekin Xitoy nayt ansiraydi. Chunki biyan bombardman Xitoyning necha yil yoq sog'an sanoatlari, 100 milliardlar dollar pullari hammasi vayron bo'ldi. Endi Trump agar İran bilan birlashib, bo'pti, eng oxiri ikkimiz birlashib, mishani kontrol qilamiz deb qolsa, ashan rast kontrol qilsa, Xitoyga zarba bera oladi. Agar unda emas, Trump bu urushga ketib qolsa, Amerikada Trumpga intayin qattiq besim bo'lyapti. U vaqtida hozir bir İranga gipini kirgiza oladigan Xitoy. Trump vaqt Xitoyni yeniga berib, "Sen menga yordam qil, men urushni oxirlashtirayli" desa, Xitoy bo'ladi, lekin mening neft u buyadagi huquqlarimning hamma asli keldi. İranga men İrandagi neftlar men o'xshash olaman. Uningdan keyin men senga İranga yordam bermagandan sen Tayvanning ishiga aralashmaysan deysan. Trump bu Amerika sitüasyonu Tayvan'ı mı? Nixon Tayvan'ı sitüyetip Amerika Cumhur'unu ixra qilgan mı? Doğru mu? Şunun için bu Xitoyga eng oxiri foydali bo'lamdi, ziyonli bo'lamdi deb hozir bir nima dallanmaymiz, mi? Buningga bir nima dallanmaymiz. Şunun için bu urush voy Xitoyni urdi, voy Xitoyga nima qildi degan o'qimaydi bu. Xuddi shaxmatda goy vaqtda Xitoy birisini şaq mat qilay degan vaqtida ular qarshi tarafni bir qadam nimani qiladi, sening matingni bekor qilib yetib qoldi. Shuning uchun buningga Xitoy bilan Amerika bu Xitoyga ziyonmi, foydami bu to'g'riliq hozir hukm chiqarolmaymiz. Shuning uchun Xitoylar Uyg'urlarning o'lchami bu Xitoyga qanchalik zarba berdi degan hozir aniq emas. Berolmamdi, oxiri Xitoyga manfaat bo'lamdi, buni aytolmaymiz. Endi Yevropaning manfaatiga ziyon yetdi. Gaz yaqsa hozir hamma gazlar o'rlab Amerikadan o'rildi gaz. Shunda $1.20 o'rlab ketdi gaz. Amerika dunyoda gaz nay cho'ng bo'lgan bilan Amerikami shu yoqning gazlariga tayindi. Chunki Amerikadagi gazni yerdan tortib chiqmoq nay qimmat. Masalan, Saudiya Arabidagi bir masalan bir ton gazni $1 tortib chiqdi deb qo'yayli, Amerikada uni $3 tortib chiqadi. Shuning uchun bu urush İran urushi
endi buni tafsili to'xtab ketmay, men bunga hamma torlarda, butun dunyoda kunda mushuni so'zlaydi. Men deydiganim bu İran urushi eng oxiri Xitoyga zarba beralamdi, beramamdi, Uyg'urlarga manfaatlikmi, manfaatlik emasmi? Biz texe hozir bu to'g'riliq hukm chiqarsak bo'lmaydi. Kuzatib turayli, umid qilayli, duo qilib turayli Xitoyga zarba bersin. Mana shuning bilan mening bugungi Xitoyga Trumpning qilgan 16 siyosatini 1, 2, 3, 4 deb nomer qatorda o'ttirib qo'yib berdim. Shuni asosiy meningcha men shu so'zlagan 16 nuqta Xitoyning nimaninki Amerikaning Trumpning ichki va tashqi siyosatini asosiyatdan 90% egallab bo'ldi. Men shuni shunday jiq material qanday tushundirma buni Uyg'urlarga. Üzəminin qoğunu mən oxutqucu olğandı ki, əsli burun. 1, 2, 3 deb tizimlab baqay deb, rətlab, mamalkə müşdə rətlab, 16 rətlab çıxıb sizlər ottur qoydu. Mana müş Amerikanın Trump hökumətinin hazırki içki və taşqi siyasının umumi əhvali. Şunu bilan mening bugungi so'zlaydiganim tugdi, savol bo'lsa javob beray. Trump oid so'zga narsani tushuntirishdan bir qismini bo'lishdaqqa, davom bor. Endi asosli tugdi bu ikki qism qildim buni men. 16 bo'ldim tashqi siyosatni. Davomini so'zsak boshqa mazmun bo'ldi. Asosimiz 16 tugdimiz ikki qism tugatdim buni. 16 bo'ldim. Qisqa avval eng bishda men buni tuzgan jarayonda 1 2 deb 30 necha bo'lib ketdi. Va to'xtab 30 necha bo'ldi bu mazmunlarini o'xshash mazmunni bir yerga akalay deb 20 ga oldim, 18 ga oldim, eng oxiri 16 ga tushirdim. Yani o'xshash mazmunlarni bir qilib shuning bilan asas oyoqlashdi. Rahmat da Mevlam Kağan'ın şu anda Donald Trump'ın içki taşqi siyosatini so'zlab tugatdingiz buni. Donald Trump'ningki Amerika ichki xizmatdan olgandan yog'ma kaskin talash tortishlar har xil nima ko'ryapmiz mana. Bu so'zlab keladigan hozirgi mana shu navbatdagi vaziyatni misol olsak, masalan Iran bilan bo'layotgan urush. Uzrab ketdi bu urush. Tunugi kunda bu nimada Pokistonniki sahibxonligida Pokistonda suhbat o'tkazmoqchi bo'lgan Iran tarafli Amerika tarafini kelib dastlab chiqqan xabarlarda bularga bir ustalda o'tmay ayrim o'tirib paranglashgan bo'ldi degan gaplar chiqqan. Ya bir ustalda o'tdi, 21 soat so'zlashdi, bir nima chiqmadi, natija chiqmadi. Amerikaningki ma'vo davlat mudofaa ministri kelib yaxshi xabar biz suhbatlashdik, yomon xabar biz birlikka kelolmadik deydi. Bu İran'a texmo ziyonliq deb o'zining gapini so'zlaydi. Birlik kelamida orlig'i yomon juruq, lekin suhbatlashib birlik kelanmadi. Chunki İranning 4 nuqtasi bor, ular qabul qilib Amerika mumkin emas qabul qilmaydi. Buningdagi bo'g'izni bizning İranning kontroliga o'tadi deydi. Bu deyilaqi Türkiyalik bo'g'ilda o'tgan har bir paraxodni pul olganda, o İranmi bizmiş bo'g'ilda o'tgan har bir paraxoddan har bir tunga, mayga $1 olamiz deydi. U yerda neftli o'tmaydi emaslar. O'g'it, yamanjiq nima o'tadi, o cho'ng bo'g'il. Uningdan boshqa amal yo'q. Nima Saudiya Arabiston qurg'ayli quruqliq yo'l bilan mangman desa, o baq qimmat. Uning mumkin emas, o araq 5% nim qildi. Qilamet ikkinchi, mush urushda biz tatqa hamma ziyonni sen buzvatgan yana pulni to'lab bersa dedi. Uning albatta Amerika unmaydi, undas o'zining qonunsizligini iqror qilmamdi. Uningdan keyin bizga ikkinchi bizga hujum qilmaydiganga, harbilar bermaydiganga va'da bersa dedi. Buni Amerika qat'iy qo'llamaysa, atom bomba qilman deyotgansa men zarba berman. Ya'ni 4-chi nimada 4 nim qo'ygan, 4-chi yaqin kelanmadi buningda. Birlik kelanmadi. Birlik kelmagandan yog'an kamasi ko'rgan analizlarning kirda bir ko'z ko'rinarlik analizlari qaysi ular o'zlari bunada. Amerika vaqt charqada davlatlarda suhbat o'tkazman deb xili basimni qilib yo Donald Trump taxt chiqqandan yog'i ba'zi davlatlar bu urushlarni to'xtatganmasda, ham uzikkaga vaqtida hamda bu İran bilan ham bir suhbat kelanmadi, o'rtaq nuqtasi yo'q. Ya'ni suhbat ko'ngillik bo'lmadi hamda. Müşakkıda xalqarada hamda Trump'ning qo'llovchilari nima deydi, Trump qarshi turganligi deydi Amerikada masalan. Masalan, Trump'ning xalqlar saylashining asosiy eng muhim nuqtasining biri bu men tinch prezident bo'laman degan.
Burun Bushlarninki İranlar hücum qilgan hamma xato qonunsiz deb tanqidlagan. Amerikaning oldin prezidenti chet el qilgan barliq urushni qonunsiz. Biz nima ishga chetga hücum qilmaslikdan imkorimiz. Biz o'zimizni ishini qilmay, men tinish prezident bilmayman, tinish Nobel mukofotini olaman deb chiqqan buningga. Oldin qitimda haqiqatan Donald Trump'ni tinish Nobel mukofotining vakili saylagan. To'g'ri emas, bermagan, uni ko'rsatgan unimi. Lekin bu chiqiblar bir yurish urushlarni boshlab ketdi. Venezuelani prezidentini qo'lga ilib ketdi. Bu xalqaro nuqtada bu urush e'lon qilgan bo'lsa, albatta masalan bir odam bir ketishga kelib Amerikaning prezidentini qo'lga oldigan bo'lsa, Amerika at u davlatning vatvarigini chiqaradi, bombardimon qilib urush e'lon qiladi. Ikkinchi bu Irongami? Iron urushi endi bu asosan Amerikadagi siyosatchining degani buni qilishdan burun avval Trump bilan Israeliyaning prezidenti Netanyahu Trump bilan bir situation room vaziyat uyi deydigan bir uy bor. Eng maxfiy vaziyat. Shu uyda qanday urush qildiganlarni belgilaydi. Shu uyga kirganda Netanyahu kiribdi billa. Endi bu Trumpga sap Yahudiyni qo'llaydigan bir necha odamlar kiribdi. Shu bilan Netanyahu bu Trumpga men Amerikadagi eng chong diplomatlar xabari Netanyahu Trumpga biz hujum qilsak Ironga. İranning butun nasli nima qilyapsak ichida qo'zg'alon bo'ladi. Ironning hozirgi hokimiyati og'dirilib bir yangi Amerikani qo'llaydigan nimaga chiqimiz deb Trumpni ishontiribdi. Ishontir Trump ma'qul debdi. Trump endi o'zining odamlari bilan maslahatlashsa Amerikaningki masalan CIA, FBI deydigan ichki va tashqi axborotni tiqildiganlar bundak bulmaydı deb. Amerikaningki bütün armiya, boshliq armiyaning qo'mondoni Joint Chief deydi. Umi bu urush mumkin emas debdi. Netanyahu burunqa hamma prezidentlarga Iron hujum qildiranmoqda 47 yil yaqin Trumpdan. Shuning uchun Trump men urush bo'lgandan keyin men bunda bo'lganligini uqmadim deydi. Men Trump o Iranning o xo'rizni, bo'g'izni nima to'sab qo'ydiganligini men o'ylamagan. Kim o'ylaydi uni debdi. Ham Ironmi bir 6-7 kun taslim bo'ldi debdi. Shunga Trump urushga birinchi kuni Irondan biz shartsiz taslim bo'lishdan boshqani qabul qilmaymiz degan. Hozir u gaplar qoldi. Hozir Iron bilan hozir qadar har kuniga milliard dollar ketib bordi. Amerikaning o'zining ichki masalasi jiq. Sağlam meselesi, mektep meselesi, yol meselesi, xalqlarning kambag'al meselesi, uy meselesi, bu pullarni biz nimaga ishiltimizda burun Trumpni qo'llaydigan nurg'un Trumpning prezident bo'lishiga jon tikib qo'ygan masalan Tucker, McLean deydigan mush Amerika eng ching radio boshquruvchilar, ular hammasi hozir Donald Trumpni tanqidlayapti. Sen bir chet ellik uchun o'zining davlatining manfaatini qurbon qilding deydi. Hozir Amerikada bu urushga CNN'da, NBC'da hatta aşı Trump'ın eng qo'llaydigan Fox News'larni ko'rsatdi. Trump'ni bu urushni qarshi turganlar hozir 57% odam qarshi turdi. Ko'p sonlik odam. Bu urushni qo'llamadi. Bu Amerika ichida agar mushu peti mangsa va 11-aydagi saylamda Cumhuriyet Partiyasi cho'qim usturi qo'ydi. Demokratiya partiyasi ustudu, Demokratiya partiyasi da'vatida biz huquqni olgan, avam palatada huquq olgan birinchi kuni Donald Trumpning prezidentini ilib tashlashga kirishimiz kerak. Amerika uchun mushtaqa bu Xitoy, masalan Xitoy desak, Xitoy ziyon tortdi, nurg'un narsalar vayron bo'ldi. Iron Xitoyning eng muhim mablag' solgan bir yerda net 100 milliard dollar, trillion dollarga yaqin mablag' solgan. Shu nurg'un solgan zavodlar hammasi mablag' bo'ldi. Undan keyin xalqarodagi ishonchi yo'q edi. Ashiyada Xitoy Ironga atom boshqarilgan bombalarni, aeroplanni kutadigan radar deymizda, ashni Xitoyning eng bizning zamon 500 kilometr yiroqdan kelayotganini biladi deb, ashad 3 yilda xizmatchilar ishlatgan Ironga. Ular hammasi o'ldi, qilinmadi. Xitoyning xalqarodagi inovati, qurol jahning inovati vayron bo'ldi. Xitoyning intayin qo'rqib ketib, hozir Beijingning xaritasi qarsangiz, butun xaritadan Beijingni chiqarib etdi. Boshqa o'rinlarni hammani chiqarib etdi. Xitoy
Xitoy qo'rqdi. Lekin Xitoyning hozir bir umidi agar mush Ironga jiq qurol bersak, İran mushu urushni davomlashtirib, Amerika mishak pitib qolsa, vaqtida Amerika bizni oldimizga yordam ber deb kelsa deb shu umidni kutib turdi. U umid Bunu bekar ümit degeni bo'lmaydi, bu urush deganda har qanday narsa bo'lib turdi. Shuning uchun bu urush ta Amerikaning Trumpning qisqartib aytsam, Trumpning planidek chiqmay qoldi. Avstraliyaning planidek chiqdi. Avstraliya ufti qildig'ini qildi, Trumpning planidek chiqmay qoldi. Amerikaninki tez Amerika xalqining ichida hatto o'zininki qo'llagan partiya ishchilaridimi Trumpga qarshi omillar ko'payib ketdi. Onda olsa bugungi programmani mishash qilaylik va 50 minutda ishibdi. Qolganlar qatimliqda qilla so'rasak yana savol javob ekan o'sha Iron haqidagi suhbatlarga munosabat ekanda buni ayrim bir tema qilamiz degandek. Yo'q, mushta tema qilib so'zlaydiganlar bor. So'zlasang bir necha xil odamlar achiq. Qo'llaydigan, qo'llamay, mushta urushga yaxshi deydigan, yomon demaydigan, o'xshamagan fikrniki achiqsa, uningki yaxshi yo'ldimi? Amerikada CNN'larda, NBC hammalar qarasa ikki xil odamlar chiqdi. Men qo'llaydigini bu urushning foydasi manda deb. Men birsi ya bu urushning ziyni manda ikki xil odamni chiqdi. Imkon bu shunday odam chiqdi, meni da chiqdi desam men chiqib bermay chata yo'q. Siz qo'llaydiganimi yo qarashtirganimi? Men bu urushningki nimasini, manfaatini ko'rmadim. Dastlab xush bo'lgandim. Buni ilvatsa tezda men ilaqqa Trump'lardek o'ylaganda dastlabda mushni tezda Ironni ilvatsa Xitoyni mushtaq si harfdek ashu Iron tatib mush Koreyaga mushtaq mudofaa qildi. Xitoyning butun ikkinchi ig'zini qo'g'di va bo'g'ib oldi deb o'ylagandim. Hozir urush unda emas chiqdi. Mening xiyolim Trump'dek chiqdi. Trump'ni men dastlab qo'llagandim bu urushda. Hozir endi dastlab qo'llagandan keyin nima qilsa hozirmi shu bu urushning bir tez bir Xitoyga ziyon yetadigan shaklda bir oyoqlashsa tez deyman. Bo'lmasa yomonjiq pul ketib bordi bu urushga. Ishda hammas qimmatlab ketdi bilan. Bir har kuniga milliard dollar ketib bordi. Ben dedim milyar dolar degan oson gap emas. 1 milyard, 1, 2, 3 deb 1 milyard degan sanasanglar 3500 yil sanab bo'lsa. Endi ben degandek işte qo'llaydigan, qarashtiradigan işte odamlar ichiq so'zlasam toz yaxshi. Meni asli nima planim shu-da. Kechikcha qo'llash emas, qarashtiradiganlar bunday qilib balans shakllarda suhbat etishni o'ylashgan. Afsusan bizning xalqimiz chiqmaydi ekanda, xalqinda o'xshamagan fikr qilish nimasini qo'rqamdi, bilmadim hamda. Az qanchayda o'xshamagan fikr haqidagi odamlar chiqib o'xshash bir nuqtani temini o'xshamagan nuqtadan kuzatib suhbat qilgan bo'lsa, suhbatning texmo mazmunliq, texmo rangdor bo'ladi, texmo jihnasam bilalaydiqda hamda. Ya shu. Shunda bo'lsa yaxshi. Shunda bo'lsa o'xshamagan fikrdagi Amerikaliklar bir gap bor. Ikki odamning fikri o'xshash bo'lsa, yan bir odamning hojati yo'q deydi. Şu o'xshamagan fikrdagi odamlar chiqsa, talash tortish bo'lsa, munozir tarixdagi har qanday narsani biz talash tortish qilsak, biz qallimiz endin chiniqidi, endi analiz qila olamiz. Bizda hozir talash tortish yo'q. O'xshashlar deganlari shu deb birisini fikrini riyosatchimi qo'llab berdi. O odam so'zlaydi, millat shuni o'xshash bir fikr, o'xshamagan fikrdagi odamlarni yig'ishga tirishib bakmın fikr. Bo'ldi. Men nima qilib suhbat o'rnashtiramizmi? Bo'ldi, ma'qul. Xo'sh. Amonlik. Amonliklar qatnashib ko'rishaylik.